O'sha ertalab ishga ketadi traktorda. Kechki payt kelganda, soat 5 da kelganda paxta tashirdi zavoddan. Traktorda tilishkasi bilan yuvardik. Har kuni mana mashinani mo'yka qilganda balonni qoraytiramiz-ku. Biz balonni qoraytirardik traktorda. Ko'rganmisiz, traktorga chiqqanda oyog'ingni yechib chiqdi yerda. Tushunayapsizmi? Klishkasi boy edi. Traktor esa maxsus etikli kiyib olishadi bo'lmasam uzun. Yo'q, o'zi traktorni ishini ko'rganmisiz? Traktorni qanday tushuntirsam menga. Traktor o'zimda turburchak narsada go'zal. Malika mana oldingi safar korobka передач Ikkita katta baloni bor, oldin kichik balonchasi bor. Endi ichiga o'tirib haydab ko'rmaganmiz-da. Tasavvurimiz bor albatta. Yo'q, ichi bor, lazim mana. Gilamchalarni solib qo'ygan, magnitofonchalar, u payt konsert yo'q, ventilyatorchalar. Nu yaxshi ko'rardi o'zini. Hamma uni traktorini tomosha qiladi. Mahallada u chang bo'lsa, Oilalari ham haydamasdi. qoraytirilganmidi? Tonirovka bormidi? Yo'q, u payt ruxsat yo'q edi.